jadvalni ko'rib chiqdik. Endi rasm qo'yish. Rasm qo'shish ham xuddi o'sha paragraf yaratish yoki bo'lmasam jadval yaratish bilan deyarli bir xil, faqatgina endi biz ularni o'rniga rasm qo'shishimiz kerak mana. Run paragrafni ichida rasm qo'yilar ekan, paragrafni ichida run bo'lar ekan, runni ichida esa rasmni joylashtirishimiz mumkin ekan. Birinchi rasmni e'tibor bering. Rasmni sarlavhasini kiritilgan, uni bold qilib qo'ygan mana va alignment o'rtaga qo'yib qo'ygan va endi bitta faylni yo'lini olganmiz mana va fayl input stream orqali uni o'qir ekanmiz. O'qib olganimizdan keyin add break runni mana shu joydan bo'lar ekanmiz. Undan keyin runga add picture orqali o'sha narsani qo'shishimiz mumkin ekan. Xuddi shu narsani amalga oshiramiz mana. Demak, birinchi men hammasini qo'yib olgandan keyin mana bu joyga tushaman. Demak, birinchi qiladigan ishimiz qarang. Bitta paragraf yaratib olamiz. Bizda paragrafimiz bor edi. Teng. Keling shuni dokumentda create paragraf deb oldim mana. Paragrafimiz bor. Paragrafning ichida endi runimiz ham bor edi. Run teng paragraf nuqta create run mana. Run ham bor. Sarlavhasini qo'yamiz. Runga set tekstiga rasm sarlavhasi deb qo'yaman mana. Rasm sarlavhasi deb qo'ydik. Endi runni mana shu joydan break qilaman. Demak, add break qo'shamiz mana. Va endi runga men rasm qo'shish uchun birinchi rasmni topib olishim kerak edi. Men bitta rasm mana o'zimni disklarimdan birorta rasmni olaman-da, o'sha rasmni joylashtiraman. Demak, aytaylik, menda D diskimdan bitta rasm faylini olib olaman. Xo'p, rasm faylimiz aytaylik, mana shu rasmni olib olaman mana. Va mana bu joyga resursni ichiga tashlayman. Stavit qilamiz mana. Image deb nom berdim, image jpg deb nom berdim mana. Xo'p, mana shu faylni endi o'qib men Wordni ichiga joylashtirishim kerak ekan. Buning uchun nima qilar ekanmiz qarang. Buning uchun biz birinchi navbatda o'sha faylning adresini olib, fayl input stream orqali o'qib olishimiz kerak ekan. Demak, bizga fayl input stream ichidagini o'qish uchun fayl input stream kerak ekan. Ochib olaman mana shu joyda. File input stream deymiz, teng new file input stream ichiga to'g'ridan to'g'ri o'sha adresini beramiz. Demak, ser mana shu joyda olib qo'ya qolaylik. Xo'p, buni nomi image jpg edi. image.jpg. Demak, mana shu faylni ichida o'qiymiz. O'qiganimizdan keyin uni endi runni ichiga qo'shishimiz kerak edi. Runni ichiga add picture orqali qo'shar ekanmiz mana. Add picture orqali qo'shib olamiz. Demak, nuqta yo'l qo'yaman. run.add picture orqali men endi qo'shaman. Nima berishim kerak qarang. Input streamni ko'rsataman. Bizda bor input stream, picture type. Bizda picture type'imiz JPEG edi. Men nimada yozsam ham bo'ladi uni. Picture type mana. Demak, XVPF dokumentda picture type degani bor ekan. XVPF dokumentda picture type degani bor ekan. Mana shu joydan biz JPG formatini tanlaymiz mana. Va undan keyingi holatda biz faylning adresini berishimiz kerak ekan. img fayl deb. Ctrl P degan file name deyapti. File name'ni adresini beramiz mayli. Hozircha bu adres berishimiz shart emas. My
image deb yozib turaman hozircha. My image. Endi bizada bu yerda nima berish file name hamda int width, int height. Bu default holati bizga yetarli. Endi shu file nomini bera qolamiz. Mana bu yerda mana bizning faylimizning nomi. Endi o'lchamini berishimiz kerak. O'lchamini esa berish uchun bizada units to emu, ya'ni 200 pikselga 200 piksel qilib bermoqchiman. Buning uchun units degan bitta klass bor ekan, o'sha klassni to emu degan buyruqdan foydalanar ekanmiz. Unitsni mana Apache Point ichida units na to emu degan ichidan pikselda ko'rsatar ekanmiz. 200 ga pikselga o'girib beradi bu. Mana shu yerga 200 ni piksel sifatida oladi. units.to 200 piksel deb ko'rsatamiz mana. Bo'ldi mana. Endi buni add picture qildim. Endi input streamni close qilib qo'ysam bo'ldi. Shuni o'zi aytadi. Qolgani bizda bor. Buning uchun biz endi fayldan o'qidik, o'qigan narsamizni running ichiga berib yubordik, 200 piksel qilib joylashtirdi. Endi joylashtirgandan keyin mana bu faylni o'qib bo'ldik. Bu ochiq qolib ketmasligi kerak, uni yopib qo'yishimiz kerak. Endi biz mana bu add picture ga rasmni ko'rsatib qo'ydik, faqat endi buni biz try catch ni ichida yozish kerak, ya'ni checked exception ekan, shuning uchun bitta catch qo'shib qo'yamiz. Add catch qilaman, mana qo'shildi. Endi dasturimizni ishga tushirib dasturimiz mana ishladi. Endi buni 2 marta bosib, demak natijani ko'rib olamiz. Oxiriga o'taman, Ctrl Enter orqali mana rasmni qo'ydi.